Assalomu alaykum, hurmatli Ideal Texno kanali obunachilari. Mana bugungi video obzorimizda ko'pchilik qidirib yurgan o'sha Tiger V 7 tonnalik shassi variantini ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni orqasini o'zingiz xohlagan turga o'zgartirishingiz mumkin. Misol ba'zi bir mijozlarimiz furgon qilishadi, semimetalik furgon, izotermik furgon, ref qilishi mumkin. Boshqa bortli nimalarni o'zi xohlagan turga keltirishi mumkin. Bu mashinamizning motor qismi 130 ot kuchlik apparat motor hisoblanadi. Ya'ni bunga apparat motor bo'lganning hisobiga bunga metan, propan gazlarni bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Motor qismini ochib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, 130 ot kuchlik apparat motor hisoblanadi. Motorimiz ancha yaxshi, sifatli motor. Buni rasxodlariga keladigan bo'lsak ham, rasxodlari ham anchagina kam. Bu go'dasiga misol 7 tonna deyilgani bilan bu 10 tonna yuklarni bemalol orta oladi. Chunki orqadagi resorlar soni ham ko'pgina og'ir yuklarga mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin, resorlar sonini ham, resorlari ancha baquvvat, zadniy mostlari ham ancha baquvvat, katta qilib ishlangan. Balonlari ham 16 lik balonda bo'ladi. Balonlari ham buni yumshoq balon hisoblanganda, endi ko'pchilik ba'zi bir mashinalarda baloni qattiq bo'ladi, bularda yumshoq anchaga. Ko'rishingiz mumkin, ramalari baquvvat, chiroyli. Buni baquvvatligi hisobiga qalinligini oralarini ko'rsangiz, og'ir yuklarni bemalol botib qo'yib tashlaysiz, qiynalmasdan. Buni yana qo'shimcha plyus tarafi tepaliklarga chiqqanda qiynalmasdan bemalol og'ir yuklarni olib chiqa oladi. Ko'rishingiz mumkin, mashinaning salon qismini kirib ko'rsatib o'taman. Mana ketdik. Mashinamiz multirul bilan jihozlangan. Rulda boshqarishingiz mumkin. Magnitofon tizimlariga Bluetooth, AUX USB portlari bor. Konditsionerlari ancha aqlli, tez sovutadi. Pechkalari ham yaxshi, isitishi. Xullas, mashina anchagina qulay. Eng keraklisi bunda ham orqada uzoq yo'lga harakatlanganda haydovchilarga qulaylik bo'lishi uchun orqada spalniy yotoq joylari mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 6 ta korobkada bo'ladi. Qo'l tormozlari воздушный. Tormoz tizimiga keladigan bo'lsak, ABS baraban tormoz bilan jihozlangan. Mashina ancha qulay, sidin oraliqlari ham, o'rinda oraliqlari ham anchagina keng. Har doim aytib o'taman, bizning mijozlarimiz ko'plar baquvvat, go'dali odamlar bo'ladi. O'sha go'dali odamlar ham bizga tavsiyalar aytganda, o'sha sidinasi baquvvat bo'ladi derdi. O'sha mashinamiz ham ancha o'sha odamlarga ham mo'ljallangan, bemalol qiynalmasdan. Go'dalari baquvvat, katta go'dali odamlar ham bemalol boshqarib keta oladi. Mashina anchagina ixcham, qulay. Sinlar ham yumshoq, o'rindiq sifatlari ham anchagina yumshoq. Kim mana shu mashinamizga qiziqish bildirgan bo'lsa, 71 203 10 40 telefon raqami orqali Ideal Texno avtosalonida ma'lumot olishingiz mumkin. Ideal Texno bir qadam oldinda. Ja, bunaqa dahshat chiqmayapti, lekin